Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda barcha telefon ishlatadigan fuqarolarga so'nggi ogohlantirish. Telefoni borlar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lar edik. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Azizlar, siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Telefonga javob berish uchun chap quloqingizdan foydalaning. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'ng quloq bilan gaplashish mobil telefon to'lqinlari bevosita miyaga ta'sir qiladi va odamning eshitish analizatorlariga zarar yetkazishi mumkin. Uyali telefonlardan uzoq muddat foydalanish miya shishishi xavfini 2 barobarga oshiradi. Shu bois parvoz rejimini, ya'ni o'zbekchasiga aytganda samolyotni yoqib qo'ysangiz, ayniqsa uxlashdan oldin tunda samolyotni bosib qo'ysangiz, telefon to'lqinlari va radiatsiyaning inson organizmiga zararini ancha kamaytirishi mumkin, deyiladi xabarda. Ushbu videorolik ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bundanda siz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. Yaqinlaringizga ham yuborib, tezda ogohlantirib qo'ying.